Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan muhim hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Hormuz bo'g'ozi xavfsizligini ta'minlashga yordam berish bo'yicha 7 mamlakat bilan muzokaralar olib borayotganini ma'lum qildi. Trampning fikricha, Ko'rfaz neftiga qattiq tayanadigan davlatlar bo'g'ozni himoya qilish mas'uliyatini o'z zimmasiga olishi shart. Men bu davlatlardan kelib o'z hududlarini himoya qilishni talab qilyapman, chunki bu ularning hududi. Bu ular energiya oladigan joy, dedi Tramp Floridadan poytaxtga uchayotib. Oq uy ma'muriyati 7 hukumatnomani oshkor qilishdan bosh tortdi, lekin Trampning o'zi keyinroq ijtimoiy tarmoqdagi postida Xitoy, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Britaniya va boshqalar ishtirok etishidan umidvorligini bildirdi. Bundan tashqari Tramp yevropalik ittifoqchilarga bosimni kuchaytirib, agar NATO a'zolari Vashingtonga yordamga kelmasa, alyansni juda yomon kelajak kutayotganidan ogohlantirdi. Shu kunlarda AQSh rasmiylari yakshanba kuni Eron bilan urush bir necha hafta ichida tugashini va shundan so'ng energiya xarajatlari pasayishini bashorat qilmoqda. Trampning o'zi esa avvalroq Eron muzokaralar o'tkazishni xohlayotganini bildirgan edi. Ammo Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi yakshanba kuni bu da'voni rad etdi. Biz hech qachon o't ochishni to'xtatishni so'ramaganmiz va hatto muzokaralar haqida ham so'ramaganmiz. Biz qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha o'zimizni himoya qilishga tayyormiz, dedi Araqchi CBS telekanaliga bergan intervyusida. Yigirma 28 fevral kuni AQSh va Isroilning Eronga hujumlari boshlangandan beri Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu jamoatchilik oldida juda kam ko'rinish beryapti. U asosan harbiy obyektlar yoki zarba berilgan hududlarga borayotgan bo'lsa-da, bu tadbirlarda ommaviy axborot vositalari xodimlari qatnashmagan va faqat uning ma'muriyati tayyorlagan videolar tarqatilgan. Shundan so'ng Erondagi ayrim ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoqlarda Netanyahu o'lgan yoki og'ir yaralangan degan xabarlar tarqaldi. Uning ayrim videolari esa sun'iy intellektda yasalgani da'vo qilindi. 15-mart kuni Benyamin Netanyahu kofe ichib yordamchisi bilan suhbatlashayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Bu uning o'lgani yoki yaralangani haqidagi mishmishlarga javob bo'ldi. Quddus chekkasidagi kafelardan birida olingan videoda yordamchisi undan tarqalayotgan mishmishlar haqida so'raydi. Netanyahu kofe stakaniga qo'l cho'zar ekan, ivrit tilida "Men kofening shaydosiman, ivritchada kofe uchun o'laman" deya so'z o'yini qilib javob berdi. Reuters agentligi kafening arxiv tasvirlari yordamida videodagi interyerni solishtirib, suratga olingan joyni tasdiqlagan. Aytish mumkinki, sun'iy intellekt rivojlangan davrda urushayotgan tomonlarning axborot siyosati ham manipulyativ ko'rinishga kirgan. o'n 14-mart kuni erta tongda Kubaning markaziy qismida hukumatga qarshi namoyishchilar Kommunistik partiya idorasiga hujum qildi. AQShning neft qamali tufayli yanada og'irlashgan elektr ta'minotidagi uzilishlar aholining ommaviy noroziligiga sabab bo'lgan. Mahalliy nashrlarga ko'ra, juma kuni kechqurun Moron shahrida elektr energiyasi o'chirilishi va oziq-ovqat taqchilligiga qarshi tinch yo'l bilan boshlangan miting shanba kuni tong saharda zo'ravonlikka aylanib ketgan. Bir guruh odamlar binoning kirish qismini toshbo'ron qilib, qabulxonadagi mebellarni ko'chaga olib chiqib, o't qo'yishgan. Xabarda aytilishicha, namoyishchilar hududdagi dorixona va davlat bozorini ham nishonga olishgan. Davlat ommaviy axborot vositalarining bildirishicha, politsiya 5 kishini hibsga olgan, jarohatlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Bu namoyishlar bo'yicha Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel munosabat bildirdi. U uzoq vaqt davom etayotgan elektr uzilishlaridan g'azablanishni tushunish mumkinligini aytdi, biroq zo'ravonlikdan ogohlantirdi. Vandalizm va zo'ravonlik uchun jazo muqarrar bo'ladi, dedi prezident. So'nggi haftalarda Tramp Kuba tanazzul yoqasida ekanligi yoki AQSh bilan kelishuvga intilayotgani haqida bayonotlar berdi. Kuba hukumatı juma kuni inqirozni yumshatish uchun Washington bilan muzokaralar boshlanganini ma'lum qildi. Eron politsiyasi boshlig'i AQSh va Isroil tomonidan hujumlar boshlangandan beri josuslikda ayblangan 500 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Tasnim Yarab rasmiy axborot agentligi brigada generali Ahmad Rozo Radanga tayanib xabar berishicha, ushbu shaxslarning bir qismi dushman ommaviy axborot vositalari foydasiga josuslik qilishda gumonlanib ushlangan. Xususan, qo'lga olinganlarning 250 nafari Londonda joylashgan Iran International teleradio kompaniyasiga razvedka ma'lumotlarini, jumladan hujum nishoniga aylangan obyektlar haqidagi axborotlarni yetkazib turgan. Eron hukumati 2022-yilda Iran International telekanalini hukumatga qarshi noto'g'ri ma'lumot tarqatish va namoyishchilarni zo'ravonlikka undashda ayblab, terrorchi tashkilot deb e'lon qilgandi.
Gumonlanuvchilar shuningdek qurolli guruhlar bilan aloqadorlikda va jamoat tartibini buzishga urinishda ayblanmoqda. 15-mart kuni Isroil kuchlari Iordan daryosining g'arbiy sohilida falastinlik er-xotin va ularning 2 nafar yosh farzandini otib o'ldirdi. BBC nashrining yozishicha, Bani Odeh oilasi g'arbiy sohil shimolidagi Tammum shaharchasida o'z avtomobilida ketayotganida Isroil kuchlari ularga qarata o't ochgan. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, oilaning 4 a'zosi ota-ona Ali va Vaad, shuningdek ularning 2 farzandi 5 yoshli Muhammad va 7 yoshli Usmon halok bo'lgan. Avtomobilda bo'lgan va o'z oilasining o'limiga guvoh bo'lgan 8 va 11 yoshli 2 nafar katta yoshli bolalar esa o'q parchalaridan olingan yengil jarohatlar bilan tirik qolgan. Falastin Qizil yarim oy jamiyati o'z bayonotida Isroil kuchlari dastlab tibbiyot xodimlarining avtomobil ichidagi yaradorlarga yetib borishiga to'sqinlik qilganini va ularga hududni tark etishni buyurganini ma'lum qildi. Isroil harbiylari va chegara politsiyasi o'sha vaqtda shaharchada qo'shma operatsiya o'tkazayotganini bildirdi. Ularning da'vo qilishicha, avtomobil Isroil kuchlari tomon tezlikni oshirib kelgan. Harbiylar o'zlarini xavf ostida his qilib, o't ochish bilan javob qaytargan. Hodisa tafsilotlari o'rganilmoqda. Yakshanba kuni Qozog'istonda o'tkazilgan referendumda saylovchilar yangi konstitutsiyani ma'qullashdi. Exit poll natijalari saylovchilarning qariyb 87% yangi konstitutsiyani qo'llab-quvvatlaganini ko'rsatdi. Markaziy saylov komissiyasi avvalroq saylovchilarning ishtiroki 73% ni tashkil etganini ma'lum qilgandi. Yangi konstitutsiya mamlakat parlamentini soddalashtiradi va 1996-yilda bekor qilingan vitse-prezident lavozimini qayta tiklaydi. U prezidentga vitse-prezidentni, shuningdek boshqa bir qator muhim amaldorlarni tayinlash huquqini beradi. Konstitutsiyaviy o'zgarishlarga qarshiliklar juda kam bo'ldi. Davlat tomonidan tasdiqlangan so'rovnomalar ko'pchilik yangi hujjatni yoqlashini ko'rsatgan. Poytaxtda ovoz bergandan so'ng prezident Qosim-Jo'mart To'qayev bu konstitutsiya hokimiyatning bo'lajak transferini osonlashtiradimi degan savolga javoban, navbatdagi prezidentlik saylovlari uning vakolat muddati tugaydigan 2029-yilda bo'lishini aytdi. Ba'zi ekspertlar Qozog'istonda hokimiyat uchun raqobat kuchayib borayotgani va xavotirga sabab bo'luvchi turli tendensiyalar ortib borayotganini taxmin qilishmoqda. Biroq bu jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb xavotirlanishga mutlaqo asos yo'q, dedi To'qayev. Amaldagi va yangi konstitutsiya ham prezidentlikni bir marta 7 yillik muddat bilan cheklaydi. Bu cheklov 2022-yilda To'qayevning o'zi tomonidan joriy etilgandi. Ammo bu hujjat prezident To'qayevga 2029-yildan keyin ham hokimiyatda qolish imkonini beruvchi huquqiy tirqish yaratishi mumkin. Bugunchalik bizda shu. Ko'rishguncha.